Salom do'stlar. Bugun odamlar bilan xotiralarni eslaymiz. Do'stlari va oilasi bilan mashinada oxirgi marta qayerga dam olgan borgan. Bu qiziq bo'ladi. Oxirgi marta oilangiz bilan yoki dugonalaringiz bilan dam olgani qayerga bordingiz? Oxirgi marta shu yaqinda oilaviy Toshkentga chiqib keldik. Yo'lda yurish yoqadimi sizga? Rulda yurish? 25 yildan beri yoqyapti-yu. Oilangiz bilan sayohatga chiqdingizmi? Qayerga chiqdingiz to'g'ri? Amirsoyga. Onadan ota eshigimga-da Andijonga. Yapon ko'p bordik. KFCga ham keldik oxirgi marta birga. Rulda sizmidingiz? Yo'q, rolda men xo'jayinman. O'zim atiriga Kimlar bilan? oshna og'ayni Tushiradi. issiqlik tushiradi. Issiqlik kayfiyati tushiradi. Yana qayerga bormoqchisiz? Endi xudo xolasa dadam bilan Turkiyaga bormoqchi bo'lib. Haydovchilik bu erkinlik. Do'stlaringiz va oilangiz bilan sayohat qilish uchun birinchi qadamni tashlang. Avtomaktabimizda mashina haydashni o'rganish endi oson va qiziqarli. Ha aytgancha, bu videoni siz bilan mashinada aylanishga chiqmayotgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.